Agarda sizning shorts videongiz umuman prosmotr olmayotgan bo'lsa yoki bor yo'g'i 100 ta prosmotr olayotgan bo'lsa, siz muammo mening videomda deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida muammo unda emas. Muammo aynan shorts videolarni siz noto'g'ri tarzda yuklayotganingizda. Va shuning uchun ham YouTube sizning shorts videolaringizni rekomendatsiya lentasiga yubormayapti. Shu sababli ham ushbu videoda men bir nechta muhim mavzularni batafsil yoritib bermoqchiman. Misol uchun, shorts videolarni qanday qilib to'g'ri yuklash, YouTube shortsni mobil telefon orqali yuklash afzalmi yoki kompyuter orqali, qanday hashtaglardan foydalanishingiz kerak, opisaniya yozishingiz shartmi, tag bo'limini bo'sh qoldirsa ham bo'ladimi, shorts videolaringizni yuklash uchun eng qulay vaqt qaysi? Videoni oxirigacha ko'ring va bu savollarning barchasiga javob olasiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Siz shorts videoni YouTube programmasida, Chrome brauzerida yoki YouTube Studio orqali yuklashingiz mumkin. Lekin agar siz uni kompyuter rejimidagi Chrome brauzeridan yuklasangiz, ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelasiz. Misol uchun, trenddagi musiqani qo'sha olmaysiz. Shuning uchun men shortsni hech qanday brauzer yoki kompyuter orqali yuklamayman. Men faqat YouTubening mobil programmasi va YouTube Studio orqali yuklayman. Ko'pchilik shunchaki plus tugmasini bosib videoni yuklaydi. Bu esa katta xato. Iltimos, bunday qilmang. Avvalambor telefoningizdagi Play Market yoki App Store ga kirib, YouTube va YouTube Studio programmalarini tekshiring. Agar yangilanish mavjud bo'lsa, shorts videoni yuklashdan oldin albatta yangilab oling. Bu juda ham muhim. Endi YouTube programmasiga kiring, plus tugmasini bosing va double bitni tanlang. Bu yerda siz yuklamoqchi bo'lgan videoni tanlashingiz kerak bo'ladi. U biroz vaqt davomida qayta ishlanadi. So'ng Gato tugmasini bosing. O'ng tomonda ba'zi variantlar chiqadi, lekin hozircha ulardan foydalanmaymiz. Endi men videoga musiqa qo'shaman. Bu yerda men trenddagi musiqani qo'shaman. Chunki YouTube aynan trenddagi musiqasi bo'lgan shorts videolarni rekomendatsiya qiladi. Avvaldan sizning videongizdagi original ovoz o'chirilgan bo'ladi, lekin siz uni istalgancha sozlashingiz mumkin. So'ng tasdiqlash belgisini bosing. Shundan so'ng Dalya tugmasini bosing. Endi men maxsus preview qo'shaman. Chap yuqori burchakda qalam belgisini ko'rasiz. Aynan shuni ustiga bosing. E'tibor berganmisiz? Aksariyat YouTuberlar videodagi eng qiziqarli kadrni preview sifatida ishlatadi. Aynan shorts videoda. Chunki chiroyli preview tomoshabin e'tiborini tortadi va ko'proq bosishga undaydi. Agarda u shorts bo'lsa ham. Agar sizning videongizda yaxshi kadr bo'lmasa, xavotir olmang. Siz baribir chiroyli preview tayyorlashingiz mumkin. Faqat shorts videongiz oxiriga chiroyli rasm joylashtiring va uni videoning boshiga 0.3 soniya davomida ko'rsating. Videoni yuklayotganda aynan shu kadrni preview sifatida tanlang. Bu oddiy hiyla, lekin tomoshabin e'tiborini jalb qilishda katta rol o'ynaydi. YouTube Shorts uchun sarlavha yozishda uni qisqa va e'tiborni tortadigan qilish juda ham muhim. Bu yerda bosish ehtimolini oshiradigan oddiy strategiya bor. Ya'ni sarlavhani har doim ikkita kuchli va klikabelli kalit so'z bilan boshlang. Masalan, agar sizning videongiz iPhone 16 ning yangi funksiyasi haqida bo'lsa, sarlavhangizni iPhone 16 ning yashirin funksiyasi deb nomlashingiz mumkin. Nega aynan qisqaroq sarlavha tanlashingiz kerak? Chunki tomoshabinlar Shorts sarlavhasini ko'rayotganda odatda faqat birinchi, ikkinchi so'zni ko'radi. Agar bu so'zlar klikabelli va ko'zga tashlanadigan bo'lsa, shortsingizning oxirigacha ko'rilish ehtimoli oshadi. Sizga yana bir professional maslahat bermoqchiman. Sarlavhadagi ilk ikkita so'zni katta harflarda yozing. Shuningdek, sarlavha oxiriga mavzuga mos emoji qo'shsangiz, videongiz vizual jihatdan ajralib turadi. Masalan, iPhone 16 ning yashirin funksiyasi va hayron qolgan emoji. Endi sarlavhaga hashtag qo'shish vaqti keldi. Sarlavhaga uzog'i 2 ta yoki 3 ta hashtag qo'ysangiz yetarli. Boshqa hashtaglardan foydalanmang. Umuman hashtag qo'ymasangiz ham bo'laveradi. Chunki ko'p hashtaglar ba'zida YouTube tomonidan spam deb qabul qilinadi. Ba'zilar shorts videosining opisaniyasini hech kim o'qimaydi. Shuning uchun bo'sh qoldirsam ham bo'ladi deb o'ylashadi. Ammo bu katta xato. Ha, tomoshabinlar deyarli o'qimasliklari mumkin, lekin YouTube algoritmi albatta o'qiydi. Yaxshi yozilgan opisaniya SEO YouTube qidiruv tizimlarida muhim rol o'ynaydi. Hech e'tibor berib ko'rganmisiz? YouTube'da har qanday mavzuni qidirganingizda shorts videolar birinchi bo'lib chiqadi. Chunki ularning SEOsi mukammal qilingan va ular uzoq vaqt davomida prosmotr
prosmotrlarga ega bo'ladi. Yuqoridagi qalam tugmasini bosing va добавить описание bo'limiga o'ting. Описаниеni qanchalik qisqa va mazmunli gap bilan boshlasangiz, shunchalik yaxshi. Masalan, iPhone 16 dagi yashirin funksiyani bilib oling va hoziroq telefoningizda sinab ko'ring deyishingiz mumkin. Shundan so'ng 5-6 ta kalit so'zni описаниеga kiriting. Buning uchun VidIQga kirib, mavzu bo'yicha kalit so'zlarni izlang va u sizga kerakli kalit so'zlarni topib beradi. Yoki bo'lmasam, YouTube'da mavzuyingiz bo'yicha qidiruvlar qiling va u yerda ham kerakli so'zlarni topishingiz mumkin. Ulardan nusxa olib, videongizda foydalaning. So'ng дополнительные настройкиga o'ting. Добавить tag tugmasini bosing. Shorts uchun taglarning ta'siri kam, lekin mavzuyingizga oid ba'zi taglardan foydalansangiz bo'ladi. Eng asosiysi, kanalingiz nomini ham taglar orasiga qo'shing. Video po tema bo'limidan esa ushbu videongizga mos keladigan boshqa bir videongizni tanlang. Pastda likelar sonini ko'rsatish degan belgi ham bor. Ko'pchilik past like sonini ko'rib, videoni o'tkazib yuboradi. Shuning uchun bu belgini olib tashlashingiz ham mumkin yoki shart emas. Shorts Remix bo'limida esa razрешить videosi, videoyi audio variantini tanlang. Chunki sizning videongiz yoki ovozingiz trendga chiqadigan bo'lsa, bu sizga foyda keltiradi. Oxirgi qadam dastur bo'limiga o'ting. Открытие dasturni tanlang va сохранить tugmasiga bosing. Siz tadbirkor yoki o'z sohangizning mutaxassisi bo'lsangiz, lekin YouTube kanalingizni rivojlantirishda qiynalayotgan bo'lsangiz, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Biz jamoamiz bilan hozirda 10 dan ortiq YouTube kanallarini yuritib kelyapmiz va bu borada sizga ham yordam berishimiz mumkin. Biz sizning kanalingiz uchun 1 oylik kontent rejasi tuzamiz, ssenariy yozamiz, videolaringizni montaj qilamiz, dizayn tayyorlaymiz. YouTube uchun to'liq optimizatsiya qilib, videoni YouTube ga joylaymiz. Siz faqat videoga tushib bersangiz bas, qolganini o'zimiz bajaramiz. Agar bizning prodyuserlik xizmatimizga qiziqsangiz, hoziroq video ostidagi Telegram profilga YouTube so'zini yozib qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Agar bizning prodyuserlik xizmatimizga qiziqqan bo'lsangiz, video ostidagi saytga o'tib, anketani to'ldiring. Endi eng muhim savol, shorts videoni yuklash uchun eng yaxshi vaqt qachon? Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, shorts videoni 18:00 dan 22:00 gacha yuklaganingiz yaxshi. Juma kechasidan boshlab yakshanba tongigacha bo'lgan vaqt eng samarali davr hisoblanadi. Chunki odamlar aynan shu vaqtlarda hordiq chiqarish uchun ko'proq shorts ko'rishadi. Agar siz ushbu videodagi barcha maslahatlarni bosqichma-bosqich bajarsangiz, shorts videolaringizni YouTube rekomendatsiyasiga chiqish ehtimoli bir necha baravarga oshadi. Faqat bitta videoni emas, balki har bir shortsingizni shu qoidalarga amal qilgan holda yuklang. Natijada siz nafaqat ko'proq prosmotr olasiz, balki obunachilaringiz sonini ham oshirib olasiz. Demak do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda sizda qandaydir savollar qolib ketgan bo'lsa, videoni kommentariyasiga yozib qoldiring. Men har bir kishiga javob berishga harakat